Bugun biz sizga vitraj bezaklash uslubida dekorativ rasm qanday yaratilishini ko'rsatamiz. Bunday rasmlar xuddi oynada chizilgandek yaltirab turadi. Avval trafaret yordamida rasmning chiziqlari kontur bilan chizib chiqiladi. Konturlar tayyor bo'lganidan so'ng rasmga bo'yoq berishni boshlash mumkin. Vitraj bezaklashda rasmga shaffoflik yoki oyna effekti berish uchun maxsus spirt yoki suv asosidagi bo'yoqlar ishlatiladi. Bo'yoqlar va har xil qattiqlikdagi mo'y qalamlar bilan to'g'ri ishlashni bilish zarur. Rassomimiz Yelena opaning aytishlaricha, bu jarayon psixolog seansiga o'xshaydi. Fikringiz faqat rasmni tayyorlashda bo'ladi. Rasmimizni barglari tayyor bo'lganidan so'ng mevalarni bo'yoqlashga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, kontur chiziqlar asosiy ranglardan ajralib turibdi. Bu esa rasmimiz xuddi chizilgan emas, balki har xil qismlardan bir rasmga yopishtirilganga o'xshash effekt beradi. Oxirgi bosqich bu fonga bo'yoqlar berish va eng asosiysi anorimizni dekorativ donachalarini yopishtirib chiqish. Shundan so'ng ozgina shtrixlar bilan rasmimizni tugatsak ham bo'ladi. Rassomimiz Yelena opaning uylarida mehmon bo'lib, mana shunday ajoyib master-klassni sizga tayyorladik. Ularni Instagram akkauntlarida boshqa ishlari bilan ham tanishishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.